Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar, vatandoshlar va bunday makamning obunachilari, qishloqdoshlar. Mana bugun biz Qizilnishon qishlog'imiz 24-o'rta maktabni qishloqdoshlar bilan birga maslahat qilib, hammasini noldan remont qilishga maslahat qildik. Bir hafta bo'ldi, ishimiz davom etyapti. Mana hozir bir 10 kun kanikul ekan, Navro'z bayramiga hammalaringizni tabriklaymiz. Shu kanikul vaqtiga maslahat qildik, shu to kanikul 10 kungacha bitkazishga harakat qilyaptik. Mana hozir ko'zlaringizdan kirasizlar, ko'rasizlar. Mana qishloqdoshlar, Qizilnishon hammasi birigib qishloqdoshlar mana aytib o'tganimizdek, mana yana bir aytmoqchimiz, mana 24 ta sinfdoshlar tengqurlar bo'yin olgan. Mana tashqarilarini, mana zallarini, birinchi etaj, ikkinchi etajlarini qishlog'imizning soyibkorlari bo'yin olgan. Daskari qilib, qo'llab-quvvatlayapti. Hamma hissasini qo'shyapti. Mana Qizilnishon xalqi birigib mana shu obodonchilik uchun, Tojikistonimiz obodligi uchun g'ayrat qilyaptik. Hammasiga rahmat. Kimki hissasini qo'shgan bo'lsa, kimki ko'nglidan chiqib yordam qilgan bo'lsa, Xudo hammasiga baraka bersin, kasbkorlarga baraka bersin, xonadonlarga baraka bersin, farzandlarning huzurini ko'rsin. Hurmatli vatandoshlar, mana bu birinchi sinfdan boshlaymiz. 1989-yillardagi bu xona. Marhamat, ko'zlaringiz bilan ko'rishingiz mumkin. Kengizlar. Assalomu alaykum, hurmatli qishloqdoshlar. Mana 24-o'rta maktab fon remontga biz 89-yillar hammamiz kelganmiz, mana shu xizmat qilyaptik. İşimizga rivoj bersin, bitib ketishini Allohdan so'raymiz. Hurmatli qishloqdoshlar, mana bu 1994-yildagi 2-sinf. 1994-yillardagi bularniki kam qolgan, mana bular ham hammasini yangi dirza darvozalarni yangi qo'yib, shkaturkalarini tushirib boshlatgan qilyapti. Ve 3-chi xonamiz 1992-yillarning xonasi. Mana ichkariga bular o'zi Fonda 92 amal qilgan inshaalloh. Rahmat. Rang kamchilik bir 20 ta va 40 ta ekan. Ichkariga juda odam ko'p. Mana fonni to'g'rilamiz, tushirib beryapti fonni. Rahmat. Rang kamchiligi yo'q. Qo'llarimiz o'tmaydi, levarlarimiz o'tmaydi. Bundan keyin ketib qolmasan bizni xonaga, tushundingmi? Salim, iltimos shunday o'tasan. Assalomu alaykum ham qishloqdoshlar. Mana 24-o'rta maktabga katta ish ketyapti. Har bir tengqur 79-yildan 2004-yilgacha har bir xonadan bo'lib olgan, hamma hissasini qo'shyapti. Men 92 hamma hissasini qo'shdi, fonni remont bo'lyapti, salgina qoldi inshaalloh. Bitadi bir 2 kun ichiga. Fonni mana qilaveryaptik, shpakulovka, nalimnoy pol tugyaptik. Hammasi foydali bo'lyapti, chiroyli bo'ladi. Bolalarimiz, nevarlarimiz o'qiydi. Kengizlar qani 1988-yillardagi. Qani qo'shingdi. Mana hurmatli obunachilar, mana biz kabinamiz tayyor. 1988-yillar oshnalar, jo'ralar, durujma guruhi. Biz bir kunlik ishimiz qoldi. Xudo xolasa bugun nasib bo'lsa bitini uramiz, oldi uramiz. Tamom. Hammangizga Assalomu alaykum. Qizilnishon xalqi, bugun meni sinfimizdan yaqinlashib qoldi, bitkazib topshiramiz Umid akaga. Biz buni bugun Xudo xolasa 3-kun ishni boshlaganimizga. Buni biz 88-yillarimiz shu yerga Nuriddin hojining boshchiligida 24-o'rta maktabni ishini boshladik. 1979-yillar kabinasi. Rahmat shularga, ullari adinli bir sinf kabina olgan, otalari mana. Avvalambor assalomu alaykum. Buni Qizilnishon 24-o'rta maktabga hashar bo'lyapti. Tengqurlar har bir xonani remont qilayotganiga dirza, darvoza, shpakulovka, kraskasigacha qilyaptik. Kuch dedi, birlikka dedi. Birikkan odam ana bunday remont qilyapti buni. Xudoga shukr. Hurmatli obunachilar, mana 1991-yillar kabinasi. 1991-yil. Assalomu alaykum. Bir minut. Marhamat. Assalomu alaykum hamqishloqlar.
Mana biz 1991-yilda bir sinfda oldik. Mana qishlog'imizni obodonligi uchun qishlog'imizga buni ko'rsatyaptik. Buni katta bir sinfda olib, hamma do'stlarimiz bilan shu sinfda qulf kalit qilib berishni va'da qilganmiz. Inshaalloh buni bo'layapti, qilamiz. Qishlog'imiz obod bo'lsin, tinch bo'lsin, prezidentimiz omon bo'lsin, hamisha bapesh, Tojikiston bapesh. Hurmatli obunachilarimiz, qishloqdoshlar, vatandoshlar, 1986-yillar kabinasi. 1986-yillardagi. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli qishloqdoshlar. Mana bugun maktabimizga hashar ketyapti. Rahmat qishloqdoshlarga, hamma tengqurlarga rahmat. 1985-yillar kabinasi. Juda qattiq ishlayapti akalar lekin. Assalomu alaykum. Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli bo'lgan Qizil nishon xalqi, hammangizni xonadonlaringizga Alloh fayz va baraka bersin, tinchlik bo'lsin. Mana biz bu yerga 85-yil tug'ilgan sinfdoshlar barchamiz mana bu bitta xonani olib, mana ta'mir ishini boshlamoqdamiz. Nasib bo'lsa bir 2 kunga shuni topshirmoqchimiz. Hurmatli qishloqdoshlar, obunachilar, 1990-yillar kabinasi. Ofarin, rahmat shularga. Assalomu alaykum aziz qishloqdoshlar. Mana bugun katta hashar bo'lyapti. Biz yana tashqariga remont qilyaptik. Yana chiroyli bo'ladi. Yana bitta xona qilib beramiz inshaalloh. Inshaalloh maktab bitdi va bundan keyin Umid aka ko'chani ham asfaltdan boshlaylik. Mana 90 o'zini hissasini juda ko'p niyat qilgan. Bu sinflarni siz organizatsiya qilyapsiz. Bu zallarni kimga bergansiz? Hozir mana shu 24 ta sinfni biz tarqatib bo'ldik o'zi. Tengqurlar olib bo'ldi. Hozir mana shu kaldorlarimizni 98 dan Ikkinchi etajini. ikkinchi etajini faqat 1993 bilan 1998 dan o'zlari bo'yin olgan. Mana shuni remont qilib, chiroyli qilib beradi. Birinchi zalda. Birinchi etajini 2000-yillar olganda, 2000-yillar olgan. Ularga lekin yana biron kuch bo'lsa qo'shamiz. Hozircha o'zlari bo'yin olib turibdi. 1999 dan 2000 bilan mumkin qilishi ekan. Ikkovi bo'yin olgan. Mana shu birinchi, ikkinchi etajlarda. Buni bir dirzani Hoji bobomiz mudir rais bo'yin olgan 30 ta dirza qo'yib bergan. Buni sinflar dirza qo'ymaydi. Ularni joyida mana zalda dirzalarni qo'yib berishga va'da qilgan. Buni zallarimizda yana boshqa tengqurlarga berilgan. Sinflarni ham davom etamiz ko'rsatishga tengqurlarni. Hozir bizga 24 ta sinf tugadi, birinchi, ikkinchi etaj kaldori ham tugadi. Faqat oshxona bilan sport zalimiz qoldi. Unga soyibkorlar o'zi keladi hasafi bilan. Mana hozir yana bitta sinfni sizlarga ko'rsatamiz. Marhamat, mana 1980 kechirasizlar, 1995-yil bolalarning kabinasi. Buni bular ham kutibdi o'zi. Inshaalloh kamera qo'li qoldi. Marhamat. Bular ko'p Qoraga bir narsa aytmoqchiman. Mana shu qishlog'imizning mana obodonchiligi, mana shu maktab o'zimizning jamiyatning joyi, bolalaringiz o'qiydi, nevaralaringiz o'qiydi. Qancha obod bo'lsa, o'zimizning shuncha obro'yimiz bo'ladi. Bu yerga ilm beriladi, bu yerga ilm olinadi. Bunday makon hamma yerga ham bo'lish kerak. Shuning uchun maktabda obod qilsak, kelajagimiz ham obod bo'ladi, yoshlarimiz ilmli bo'ladi. Yana ko'rsatishga davom etamiz. Mana bu xonamiz 1987-yil bolalardiki. Rahmat shularga hammasiga. Mana bular o'zi topshiribdi. Bitta paloyoq kraskasi qolibdi, tamom. Karimov Umid aka. Bir o'zi bitta xonani bo'yin olgan. Marhamat, mana akam o'sha vatanimiz uchun, bolalar Qizil nishonni xalqi uchun, go'daklar uchun akam bir o'zi bitta xonani remont qilyapti. Ma'lumotchilar, rahmat hammalaringizga. Mana kimki ko'rib turgan bo'lsa, mana bu xona shu qishlog'imiz uchun, Tojikiston vatanimiz uchun. Muhtaram prezidentimizga rahmat, shuncha sharoit yaratib qo'yibdi bizga. Mana qishlog'imizda yosh bolalar, maktab o'quvchilari uchun akam mana Nuriddin Hoji Muhammad umumtakalar boshlig'iga bir xonani bir o'zi bo'yin oldi. Buni aka bir o'zi bir xonani remont qilib beryapti. Shu o'quvchilar uchun. Shu akamga rahmat deingizlar. Kimki ko'rib turgan bo'lsa, xalqqa duo qilingizlar. Kasbkorlarga baraka bersin. Mana bu xona sohibkorlarimizdan, mana o'zi organizatsiya qilgan, o'zi boshliq bo'lib turibdi shu yerga Umar Muhammad hojining xonasi. Bu Umar Muhammadjonim bir o'zi bir xonani olgan. Bizni davrlarimizga o'zi eski edi. Rahmat. Bu juda bir qiyin eski xona edi. Mana ustalar bir 5 kundan beri ishlab yotibdi. Bir 5 kun, 6 kun bo'ldi ishlab yotibdi.
Assalomu alaykum qishloqdoshlarimiz. Mana bugun biz maktabga vaqt topib ishimizdan vaqt topib keldik. Ham qishloqlar bilan birgalikda mana harakat qilishimiz kerak. Maktabni bitkazishga nasib etsa kelajak avlodlarimiz uchun, kelajak o'g'illarimiz uchun, o'zimiz uchun, ham qishloqlarimiz uchun. Mana Muhammadjonning xonasiga kirdik. Ajoyib bo'lib ketyapti. Biz davrlarimizga bir eski xona edi shu yerlar. Mana xudo xolasa bir monolit qilibdi, stejka qilibdi mana yerlarini. Ko'rib rosa xursand bo'ldik. Bu tarafdagi xonlarni ham, skalatlarni ham bo'lib bitkazib. Bularni vaqti juda kam, juda ishi ko'p, lekin ustidan qoldirib mana kelib turib bitkazish bu, bundan ham zarur ish bormi mana qarang. 1996-yillarning xonasi. Hurmatli vatandoshlar, qishloqdoshlar, marhamat. Assalomu alaykum hurmatli qishloqdoshlar. Mana tengqurlarimiz bilan mana shu oldingi sinfda remont qilib beramiz. Inshaalloh mana. Nechinchi yillarsiz? 1996-yillar biz. Inshaalloh mana bityapti, kam qoldi. Inshaalloh bitgandan keyin ham Naim aka bir olasiz kamgina. Hurmatli qishloqdoshlar, mana bu 1983-yillarning xonasi. Mana sal Hoji akalarimiz. Kara ko'ringizlar mana. Kezi. Maktabga mana 83-yillarga bir xona bergan ekan, bitta sinf. Shuni mana inshaalloh mana 3 kun bo'ldi, u ataka qilib yotdi, kecha kunduz ishlab, bir 2 kunda ichiga bitkazib beramiz. Ishimiz ketyapti, mana dirzalar atkoslarini oldik, darvoza atkosini oldik. Do'stlar, mana bu bizda 84-yilda sinfi bo'ladi. Mana shu yerga urra mana bizda tengqurlar hammasi ishlayapti mana. Assalomu alaykum. Mana bu 84-yilning bolalari hammasi kelgan. Mana urra, mana Ali, mana urra bo'layapti. Fazla oshlar ish qanday bo'layapti oshlar? Ish bo'layapti oshlar, mana o'zingiz tushunasiz. Rahmat do'stim, mana ishlar ketyapti oshlar. Mana bugun nasib qilgan bo'lsa, bugun mana sinfni tamom qilamiz, tugatamiz oshlar. Bugun tugaydi, o'ra bolalar bilan nasib birgalikda keldik, bugun ataka qilyapmiz, bugun tugatish niyatiga. Tamom bugun tugaydi oshlar. Qolgan sinflar ham ish ketyapti. 1-2 kun ichiga hammasi tugaydi oshlar. Tamom oshlar, Tojikiston va 5. Mana 84-yil bolalar mana sinfda bitkazdi. 84-yil bachalariga hammasining nomidan katta rahmat. Mana bu sinf birinchi ishni boshlangan sinf. Birinchi ish mana shu ishdan boshlandi. 1981-yillar aka Hoji akalar tengquri, mana Umid aka boshlig'iga, Umid aka tengqurlari. Mana shu sinfdan boshlandi ishimiz. Bitta narsadan biz faxrlanamiz. Shunday tinch davlatga yashayapmiz. Tojikiston vatanimiz tinch, obod. Rahmat janob oli prezidentimizga rahmat. Bizga shuncha sharoit, shuncha variant berdi. Qizilnishon xalqi hammalaringizga rahmat.